Hammaga o'rtoqlasizlar bilan har doimgidek ham o'sha yig'metdagi bugun Minecraft'dagi top 3 ta setlarini ko'rsatib o'taman. Qani o'zim ketdi. Birinchi setimiz bu 3 taqa. Hozircha mana 3 taqa. Bu setda 2 ta qishloqni adashib ketibdi. Ha mana bu setda 2 ta qishloqni birlashib ketganini ko'rishingiz mumkin. Mana Kuznetsan sandig'ida temirxonaning sandig'ini ko'ramiz hozir sandig'da nimalar borligini ko'ramiz. Bu sandig'da mana izomli kirkalar bor. Endi ikkinchi sandiq qo'yamiz. Ketdi. Mana ikkinchi ustaxona. Qo'ylar o'rgimchi odam o'tkazib ko'ryapsizmi? Tomloya chiq. Yo'q qopti. Mana ikkinchi sandiqda mashina narsalar chiqadi. Bu yerdan bitta portal qilib yuborsanglar bo'ladi. Qani bo'lsam ikkinchi setga o'tamiz. İkinci setimiz bu Coca-Cola. Xuddi mana shunaqa deb yozishingiz kerak. Coca-Cola. Mana shunday yozishingiz kerak va orqangizga qarasangiz qumli joy bor. Qumli joyga yursangiz, ana bu yerda piramida bor. Keyin qishloq ham chiqadi bolalar. Qayerdadir qishloq ham chiqish kerak edi. Hozir biz bu yerga tushib ko'ramiz. Mana bu yerda mana shunaqa narsalar bor ekan. O'rtasiga tushib ketib patronlar kechirasizlar va 3-setimizga o'tamiz. 3-setimiz bu PUBG. Mana shunaqa qilib yozasiz. Adashib ketdim. PUBG. Xuddi mana shunday qilib yozasizlar. Hammasi katta va yursangiz bolalar kechirasizlar, chaqirib olishadi. Hozir ko'rsaman. To'g'ri yo noto'g'ri yozganimni. Menimcha to'g'ri yozdim shekilli. Ha, mana to'g'ri yozibman. Mana bu bizning 3-setimiz. Va bu setda mana shunaqa qishloqcha bor, kichkinagina. Lekin hozir men sizlarga yana bitta set ko'rsataman. 955 degan. Unda vashti katta qishloq chiqadi, hozir ko'rasizlar. 155. Va mana juda ham katta qishloq chiqadi hozir. Mana juda ham katta qishloq ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nechta ustaxona bor ekan? Hozir sanab chiqamiz. Afsuski bu yerda bitta ustaxona bor ekan. U ham bo'lsa mana. Hozir mana shu ustaxonaga ham kirib ko'ramiz. Masalan, mana shunaqa narsalar bor ekan. Hozir bolalar pastga tushib olay. Hammaga hayronlar va videomiz shu joyda to'xtaydi. Obuna bo'lib like bosishdan chiqmasin. Qani bo'lsa go.